Hurmatli tadbirkorlar, meni ismim Muhammad Ergash, G'azdovon filiali Agrobank boshqaruvchisiman. Bugungi sizlarni yig'ishgan maqsadimiz tadbirkorlarda qanaqa muammolar yoki faoliyat kengaytirish bo'yicha kreditlar ajratilishda yordam sifatida uchrashuv tashkil qilganmiz. Kimlardir kredit olishda tushunchalar yoki bir yordam yoki to'sqinlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Hurmatli boshliq, shu ilimdan kreditga shoirlik topshirganman. Chorvani kengaytirish maqsadida. Chorvamiz bor. Qoramolmi yoki qo'ychilikmi? Qoramol ham bor, qo'ychilik ham bor. Bu yem hashar, imkoniyat bor. Hamma narsa bor. Qisqasi shuni kengaytirishim kerak. Shuni bir ilimdan kredit imkoniyatimiz yordam qilsangiz.